Assalomu alaykum aziz birodarlar. Mana o'zgacha pechkamizni kutib olinglar. Juda sifatli qilib yasalgan. Qalinligiga e'tibor beringlar. Qalinligi 6 lik lista bo'lgan. Qopqonlari ham 2 talik bo'lgan mana. Takarnoy stanokda ochiladi. Umuman tutun qaytarmaydi. Mana yopiladi. Yopilishi ham zo'r yopiladi. Keyin mana eshiklariga ham e'tibor beringlar. Qalinligi 4 lik bo'lgan. Keyin bu eshikni ushlab turadigan plankasi ham lazerniy stanokda kesiladi. Bir-biriga cho'tki yopishadi mana. Tortmasi bor. Kulli tortmasiga tushadi. Keyin ichidagi materiali ham chugun, erib ketmaydi. Har qancha ko'mir yoqsangiz ham erimaydi. Keyin mana yonlariga e'tibor beringlar. Silliq qilgan biz ulanmagan. Yonini qalinligi 3 lista bo'lgan, tepasi 6 likda bo'lgan. Razmerlariga kelsak 80 sm ga 35 sm, balandligi 50 sm. Buni narxiga keladigan bo'lsak, narxi 1 million so'm. Yetkazib berish xizmati bor, pulli bo'ladi. Bizni joyimiz Farg'onani Chimyonida joylashgan. Kimga shunaqa mahsulotlarimiz ma'qul kelgan bo'lsa, telefon raqamlarini ekranlarda qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.